ovqati yo'q, qanday amallasin? Och qolib, hech narsa yemay chidab turishligi mumkin. Lekin u ham bo'lsa qisqa muddat. Qanday qalbimiz bugun? Qanday qalbimizda joy borki, qanday qalbimiz chidaydiki bugungi kunlarda? Alloh taoloning o'zi panoh bersin. O'zimizni masjidda katta jamoat bo'lib turib, shunday jumadan oldin yoki bugun hafta kunlarining o'rtasida qo'ng'iroq bo'lib, domla masjidni chirog'ini, svetini puli tugadi. Mashalloh deyman. Shu zamonlarga ham kelib qoldikmi deyman. Masjidning pulini, ya'ni chirog'ini, pulini birovdan so'rab oladigan darajaga keldikmi? Kelmadimizku birontamiz. Har kuni bilamiz, odat bo'yicha xonadonimizga gazga, soliqqa, suvga to'lash kerak. Kim keldi? Kim? Domla masjidni shuncha